Assalomu alaykum dorbazalar. Rossiya narxida 6249 rubldan narxlari balandligi mana 2 metrga 60 ekan eniga. Keyingisi 6300 so'm. Bu ham 2 ga 60 ekan. Ranglari mana shu narxda. Mana bu 15 ming ekan. Mana bu yerda o'rnatilgan ekan. O'rnatib ko'rsin degan. Juda ham ajoyib ish ekanda. Şu eshikdan sal boshqaroq ekan. Bunisi 8071 rubl ekan. Bunisi 4300. Bu tashqarilar ko'rinar ekan mana oynaklardan. Balandligi 2 ga 60 cm eniga. Zakaz bersangiz mana 80 70 80 90 ham qilib berar ekan eniga. Tarafta bunun rublliklari bu oynasi bor ekan. Ichkari ko'rinar ekan u, tashqari ko'rinmas ekan lekin. Tashqarida salon tutib ketdi. Ichkarida yana eshiklarga yashiryapti. Mana bu 10 ming rubl ekan bunisi. Juda ajoyib ekan lekin ichkarida berkilishlari juda ham yaxshi ekan. Eshiklar. Bollarlar ham bor ekan bu tomonda. Bollarlar narxi qandaydan ekan? 5 balandlar 5558 rubldan ekan. Hammasini narxi ilingan ekan, osilgan ekan. Kattalari 24 ming. Mana bu 24 ming. 22 mingdan boshlanар ekan. Har xil narxlari. Endi ob'yom 50 litr gaz balonlar borar ekan. 11 kilo ketar ekan 27 litr gaz chiqar ekan. Propan 5555 rubldan ekan. Balantasi 12 litr ketar ekan. 5 kilo 800 gram kiloga ketar ekan. Bunisi 3943 rubl ekan. Bu kattalari 50 litr ga ketar ekan. Bu 5794 rubl ekan. Gaz balonlar. Ya hammasi strayterli materiallar ekanda. Kanalizatsiya qilaman deganlarga yo boshqalarga ko'p kerak bo'ladigan narsa ekanda. Elektrlar uchun bunaqa akkumulyator, nima deydi? Plastik bo'psilar bor ekan. Mana razitkalar turi bilan bor ekan. Qancha metrligidan qancha metrligacha xohlasangiz. Mana bu yerda knopka signalizatsiya.